Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari, aziz do'stlar. Bugungi yangi video darsligimiz yana bir yangi dasturimizni hozir telefonimizga birgalikda o'rnatamiz. Xo'p, birinchi bo'lib bu dasturni o'rnatishimiz uchun Telegramga kiramiz. Telegramdan bu dasturning kodlari bor. Shu kodlarimizni hozir birgalikda Termuxga o'rnatamiz. Birinchi navbatda biz faylimizni saqlab olishimiz kerak. Faylimizni saqlashimiz uchun mana shu rar dasturidan foydalanamiz. Rar dasturiga kirganimizdan so'ng mana shunday papka chiqadi. Bu papkani ustiga bir marta bosamiz. Bu yerdan mana shu ikkala faylimizni belgilab olishimiz kerak bo'ladi. Bu yerdan strelka ustiga bosamiz. Ustiga bosganimizdan so'ng obzor qilishni bosamiz. Mana shu bo'lim, ya'ni 0 ga chiqqunicha strelka ustiga bosib turamiz. Va bizni faylimiz boshiga chiqib olganimizdan so'ng bu yerdan biron fayl ustiga bosib turamiz va yangi papka ochamiz. Papkamiz nomini iloji boricha qisqaroq belgilaymiz. Masalan, bu holatda belgilasak ham bo'ladi. Bizni papkamiz tayyor. Endi shu papka ichiga kirib olishimiz kerak. Kirganimizdan so'ng pastda OK tugmasi turadi. Shu tugma ustiga bosamiz. Ustiga bosganimizdan so'ng yana bir marta shu OK tugmasini bosamiz. Xo'p, bizni faylimiz saqlandi. Endi qiladigan ishimiz Telegramga qaytib olamiz. Telegramdan birinchi kodimizni nusxa olib olamiz. Nusxa olganimizdan so'ng biz Termuxga qaytamiz. Bu yerga qo'yamiz va Enter tugmasini bosamiz. Xo'p, birinchi kodimiz yuklandi. Ikkinchi kodimizni nusxa olamiz va bu yerga qo'yamiz. Bu yerda albatta davom etish uchun Yes tugmasini bosishimiz kerak, ya'ni Y tugmasi va Enterni bosib yuboramiz. Bu yuklagunicha biz uchinchi kodimizni nusxa olib olamiz. Xo'p, nusxa olganimizdan so'ng kutib turamiz. Albatta bu internetimiz tezligiga ham bog'liq. Internetimiz tez bo'lsa, juda ham tez yuklaydi. Mana shunday holat bo'lganda biz albatta davom ettirishimiz uchun Yes tugmasini bosib, Enterni bosib yuborishimiz kerak. Xo'p, mana shunday dastur ba'zida to'xtab turadi. Shu paytda biz Enterni 2 marta bosib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, yuklab bo'ldi. Endi biz keyingi kodimizni qo'yamiz va Enter tugmasini bosamiz. Xo'p, ungacha biz 4-kodimizni nusxa olib turamiz. To'rtinchi kodimizni qo'yib Enterni bosamiz. Xo'p, bu kodimizni qo'yib bo'ldik. Endi 5-kodimizga o'tamiz. Bu ham bo'ldi. Endi fayllarga ruxsat berish kodimiz bu.
enter tugmasini bosamiz. Yes bosishimiz kerak. Bo'ldi. Endi dasturga kirish qismiga o'tdik. Bu yerdan biz kodimizni nusxa olamiz va bu yerga hozir saqlagan faylimiz, ya'ni mana shu holatda fayl saqlagandik, shuni yozamizda enter tugmasini bosamiz. Xo'p, bu fayl mavjud emas deyishyapti. Xo'p, biz rar dasturiga kirib ko'ramiz. Biz dasturimizni, bu yerda Q2 qilib yozgan ekanmiz. Qayta qo'yamiz va 2 qilib qo'yamiz va enter tugmasini bosamiz. Endi bu yerga ls qilib yana enter tugmasini bosamiz. Xo'p, endi keyingi kodimiz, biz bu qismlardan o'tdik, endi oxirgi kodimiz turibdi. Shuni nusxa olamizda bu yerga qo'yamiz. Endi enter tugmasini bossak, xo'p, python add.py kutib turamiz va dasturimizga kirdi. Xo'p, bizda ozgina xatolik bo'lgan ekan. Ya'ni bu yerda Python deb yozib qo'yilgan ekan. Asli bunday yozilishi kerak. Mana shu holatda yozilishi kerak. Buni albatta to'g'rilab ketamiz. Xo'p, biz dasturimizga kirib oldik. Endi bizni bu yerda asosan nimalar kerak? Bizga birinchi navbatda raqam ulash kerak. Bu birinchi kodda yozilgan. Ya'ni bu yerga 1 ni kiritsak, raqam ulasak bo'ladi. Xo'p, ikkinchisi bu yerda obunachi qo'shish uchun biz 7-raqamdan foydalanar ekanmiz. Bu yerda yana qo'shimcha bo'limlar mavjud. Bu bo'limlar har xil, masalan, oylik qo'shuvchi, haftalik obunachi qo'shuvchi yo bo'lmasam no active degani, ya'ni onlayn bo'lmagan, faol bo'lmagan obunachi qo'shish. Xo'p, yana keyin bu yerda tezkor obunachi qo'shish xizmatlari ham bor. Ko'rsak juda ko'p ma'lumotlar bor. Mana bu qism esa faqat akkaunt uchun ishlaydi. Ya'ni akkauntning masalan username-ni almashtirish yoki profilni rasmini o'zgartirish, yana qo'shimcha xizmatlari bor. Bu yerda esa ulangan akkauntlarimizni filtr qilishimiz, akkauntlar spam bo'lgan bo'lsa ularni tozalashimiz, o'chirishimiz mumkin va akkauntlarni yangilashimiz ham mumkin bo'ladi. Xo'p, bu yerda barcha ma'lumotlarni tozalab tashlash qismi bor. Shu kabi qismlar mavjud bizda.